hamma tizzasidan shikoyat qilgan insonlar MRTga tushadi. Bu narsa insonni bezovta qilmay ketishi mumkin. Operatsiyasiz buni davolash imkoni bor. Buni operatsiyasiz davolash uchun eng avvalo bu qaysi darajadaligini bilishimiz kerak. Yarim tayyor mahsulotlar hozir hamma uch tezda o'sha ovqatlanib olsam, shu yarim tayyor mahsulotdan foydalansam deydi. Uni muntazam ko'p foydalanish davomida bizning organizmimizga buni qanaqa qilib uy sharoitida davolash yoki uy sharoitida buni og'riqlarni yengillashtirish yo oldini olish mumkin. Bunda eng ishlaydigan uslublarni aytib o'taman. Xalqimizda ko'p uchrayotgan tizzadagi suyak yemirilishi va gonartrozni operatsiyasiz davolashning imkoni bormi? Assalomu alaykum. Bu hammani qiziqtirayotgan savollardan bittasi hozir. Chunki suyagimda yemirilish bor. Endi buni qanaqa qilib davolasam bo'ladi? Buni hozir operatsiyasiz yechimi bormi deb juda ko'p insonlar o'ylaydi. Buni albatta operatsiyasiz yechim bor. Buning uchun eng avvalo suyak yemirilishi o'zi nima? Shu haqda qisqacha tushuntirib beraman. Suyak yemirilishi nima? U qanaqa qilib paydo bo'ladi? Suyak yemirilishi, mana tizzadagi misol qilsak, tizzadagi suyak yemirilish, tizza bo'g'imizni o'zi qanaqa tashkil topgan? Tizza bo'g'imizni asosiy ikkita katta suyakdan tashkil topadi. Bittasi son suyagi bo'lsa, ikkinchisi past tomonda boldir suyagi, katta boldir suyagi. Bu ikkalasi bir-biriga birlashadi va uning ustida uchinchi kichkina suyagimiz tizza qopqog'i suyagi bo'ladi. Mana shu uchta suyagimizning orasidagi yemirilish, ya'ni uni suyagimizning tog'oy qatlami giyalin xiryash deyiladi. Shu qoplab turadi. Giyalin xiryashdagi yemirilish bu artroz deyiladi. Tizzada bo'lgani uchun gonartroz deyiladi. Osteoartroz ham deb yuritiladi. Endi shu ikkita suyakning orasida bo'lsa artroz yo osteoartroz deyiladi. Endi tizza qopqog'i bilan bu suyaklarning orasida bo'lsa bu patelofemoralniy artroz deyiladi. Hozir bu gaplarni ko'pchilik tushunadigan bo'lib qolgan. Nimaga desa, hamma tizzasidan shikoyat qilgan insonlar MRTga tushadi. MRTga tushganda u yerda patelofemoralniy artroz, osteoartroz deb darajalari yoziladi. Endi buni operatsiyasiz davolash uchun eng avvalo bu qaysi darajadaligini bilishimiz kerak. Qachondan beri bu inson bu xastalik bilan bezovta bo'lyapti? 10 yil bo'ldimi, 15 yil bo'ldimi? Bu juda muhim ahamiyatga ega. Tizza bo'g'imi yemirilishini birinchi, ikkinchi darajasida buni operatsiyasiz davolash birmuncha oson. Hozir bizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarda alhamdulillah buni natijalari zo'r bo'lyapti. Endi 3-darajaga kelsak, 3-daraja erta bosqichlarida ham buni ham imkoni bor davolanish. Endi o'tib ketgan darajalar 4-daraja, uzoq vaqtdan beri 4-darajada qiynalib yurib, og'riq qoldiruvchi tizzadan ukollar olib yurilgan bo'lsa, bu holatda ham operatsiyasiz dardini yengillashtirib yursa bo'ladi. Onaxonlarimiz murojaat qilishadi. Yoshlari 60 ta, 70 ta, yondosh kasalliklari ko'p bo'ladi bularda. Yondosh kasallik deganimizda qon bosimi, qandli diabet bilan bezovta bo'lgan bo'ladi. Endi bu holatda operatsiya xavfli hisoblanadi. Sababi operatsiyamizning vaqti juda ham uzoq bo'ladi. U yerda kuchli narkoz beriladi. Bu o'zi emas, 4 soat davom etadigan operatsiya hisoblanadi. Bu holatda eng maqbul yechim muolaja qilish orqali og'riqlarni pasaytirib, harakatchanligi, biomexanikasini yaxshilab yursa bo'ladi. Og'ir darajalarda ham, ya'ni shu 4-darajada ham. Lekin 1-2-daraja erta bosqichlarda tezda harakat qilib, operatsiyasiz buni to'liq davolash imkoni bor. 4-darajada bo'lganda bunga ham qanaqadir yechim bersak bo'ladi, to'g'rimi? Kiziologiya bilan. Ha, bunga ham yechim bersak bo'ladi. Bu holatda o'sha biomexanika yaxshilanadi. Tizza atrofidagi mushaklarni quvvati tekshirib chiqib, bu quvvat qaysi darajada, u bukiluvchanligi, harakatchanligi qaysi darajada, bu yerda nervda, tomirlarda qisilish bormi, yo'qmi, shuni aniqlab, shunga yechim berish orqali operatsiyasiz muolaja bilan ushlab yursa bo'ladi. Unda Adhamjon aka, kiziologiyada mana shu 1-, 2-, 3-darajadagi yemirishga uchragan bemorlarni aynan qanaqa texnika bilan davolash imkoni bor? Shu haqida ham ozgina tushuntirib bersangiz. Bu ham xalqimizni qiziqtiradi. Mana qanday qilib operatsiyasiz yoki ukollarsiz suyak yemirilib qolgan bu suyakni qanday qilib tiklash mumkin? Bu narsa juda ham qiziq. Misol uchun suyagida yemirilishi bor bemorlarimiz birinchi bo'lib shifokorga murojaat qilishadi. U yerda MRT tahlil qilinadi. MRT tahlilida bu joydagi ishqalanish, yemirilish, u yerda yana bitta uchraydigan tashxis bor, Minsk razriv deymiz. O'sha bo'g'imizni hozir tushuntirgan bo'lsak, bo'g'imizni uni amortizatsiya vazifasini bajarib, yuklamani olib, harakatchanligini
boshqarib turadigan Minsk degan yumshoqroq tog'ay to'qmasi bo'ladi ikkita tizzani o'rtasida. Minsk tizzamizni harakatligini silliq ketishiga, keyin uni baland-past joylardan tushganda, sakraganda amortizatsiya vazifasini bajaruvchi tog'ay hisoblanadi. Endi artroz kelganda uni bitta o'zi kelmaydi. Artroz bo'lganda Minsk razriv tashxisi ham qo'yiladi. Hozir Minsk razrivdan qiynalayotgan bemorlarimizni birdaniga operatsiyaga buyurishyapti. Bu narsa noto'g'ri. Minsk razrivda agar shuni sabablarini o'rganib chiqib, shuni sababini olib tashlashga erishsa, bu narsa insonni bezovta qilmay ketishi mumkin. Operatsiyasiz buni davolash imkoni bor. Endi Minsk razriv va artrozda biza qanaqa yechim qilamiz? Bu holatda insonni mushaklarini tekshirib chiqamiz. Ya'ni tizza bo'g'imiz atrofida 20 ga yaqin mushaklar bo'ladi. Shu mushaklarning holati aniqlanadi. Chunki insonni tana vaznini oddiy qilib misol qilsak, tana vaznimiz 100 kilo bo'lsa, bizni harakatlanganimizda shu 100 kilo tana vaznini suyak ko'tarmas ekanda, uni atrofida turadigan mushaklar ko'tarib turadi. Hech qaysi inson bo'g'imidan shikoyat qilib kelganda mushaklar tekshirilmaydi. Faqat suyakka e'tibor qaratib, suyakdagi o'sha og'riqni to'xtatish uchun o'tga ukoldan foydalaniladi. Keyin u joydagi retseptorlarni, ya'ni og'riq sezuvchi tolalarni muzlatib bloklash orqali og'riq qoladi, lekin u insonning quvvati tekshirilmaydi. Chunki tanamizni ko'tarib turadigan asosiy narsa bizning mushaklarimiz hisoblanadi. Endi buni biza mushaklarni maxsus tekshirish uslubi bor, ya'ni kinezologiyada manualniy mышца testirni, ya'ni mushaklarni bosim orqali tekshirish. Shu uslub bilan o'sha tizzamizni ushlab turuvchi hamma mushaklar tekshirib chiqiladi. Albatta, artroz yemirilishi bor insonlarda bu mushaklarda bo'shash holati aniqlanadi. Bu bo'shash holatiga olib keladigan narsa mushaklarimizga kelayotgan nervlarning qisilib qolishi, ya'ni qaysidir qismdan mushaklarimizga nerv yetib kelmasligi hisoblanadi. Biz buni aniqlab, mushaklar quvvatini oshirishga harakat qilamiz. Ya'ni test qilib tashxis qo'yamiz, nechta mushakda quvvatsizlik bor. Bu mushakni qaysi holatda quvvatga keltirish mumkin? Shuni aniqlab, shuni maxsus nuqtalar orqali muolaja qilamiz. Bunda insonni biomexanika, ya'ni uni ko'tarib turuvchi quvvat oshadi. Inson tanasi boyatda 100 kilo bo'lsa, 100 kilo vaznimizni ikkita oyoqqa tushmaydi. 100 kilo vaznimiz yurganda bitta oyoqqa tushadi. Ya'ni bitta oyog'imizni ko'targanimizda bitta oyog'imizga 100 kilo vazn tushadi. Endi bu 100 kilo vazn tizza bo'g'imi atrofidagi mushaklarimizga taqsimlanadi. Ya'ni old mushagimiz bor, primoy mышца bidra deymiz, приводящий yon mushagimiz bor, tashqi yon tarafdagi mushagimiz bor va orqa tarafda hamstring. Mana shu tizzamizni atrofida ushlab turuvchi katta mushaklarga bu vaznimiz taqsimlanadi. Agar shu mushaklardan ikkitasi ishlamasa, ya'ni unga nerv yetib kelib o'zini to'liq quvvatida ishlamasa, qolgan ikkitasi zo'riqish bilan ishlaydi. Bu zo'riqish tizzamizdagi bosimni noto'g'ri taqsimlanishiga olib keladi va yemirilish va Minsk razrivlarga sababchi bo'ladi. Ya'ni tizzani hammamiz ko'rganmiz, tizza og'rig'i bilan bezovta bo'lgan insonlarimiz MRT qilib ko'rganida tizzani bir tomonga og'ib qolganligi yoki deformatsiya A-obrazniy, X-obrazniy holat kelib qolganligi ma'lum bo'ladi. Bunda artrozga qo'shimcha ravishda deformatsiyalovchi artroz deb yozishadi. Bu sal og'irroq turi. Boyagi mushaklarimizning nostabilligi, ya'ni bir xilda muvozanatimizni bir xilda ko'tarib turmasligi sabab bo'ladi. Biz shuni bartaraf qilish orqali hech qanaqa dori-darmonlarsiz artrozni davolashga muvaffaq bo'lamiz, alhamdulillah. Demak, quzu savol Akramjon aka, siz aytmoqchisizki, mana shu suyakdagi yemirilishi dori-darmonsiz tiklash imkoni bor. Agar imkoni bo'lsa, qanaqa qilib, bizga ozgina shuni tushuntirib bersangiz. Bo'ldi. Bu hammani qiziqtiradi. Endi biz mushaklarni tiklaymiz deb hozir gaplashdik. Mushaklar tiklangandan keyin tizza bo'g'imidagi bosim to'xtaydi. Ya'ni u mushak ishlamagani uchun bu yerda noto'g'ri bosim bo'lib turgan. Endi mushaklar ishlab, quvvatlab olgandan keyin tizzani o'zi avtomatik ko'tarib oladi. Ya'ni tizzadagi bosim kamayadi. Bosim kamayganning hisobiga bu joyda ishqalanish o'z-o'zidan kamayadi. Ishqalanish kamaygandan bu yerdagi qisilishlar ketadi, oziqlanish yaxshilanadi va suyagimizda yemirilish to'xtaydi va sekin-sekinlik bilan tiklanish jarayoniga o'tadi. Endi eng sekin organizm tiklanadigan a'zolardan bittasi bu tog'ay hisoblanadi. U joyda biz uhod qilamiz, ya'ni bu joyga keladigan kalsiy miqdori, vitamin D ni miqdorini tekshiramiz. Sog'lom turmush tarzi, ya'ni ovqatlanish tartibiga rioya qilamiz va bu bizani o'z-o'zidan bezovta qilmay tiklanish jarayoniga o'tadi.
O'zi aslida ham tizza bo'g'imizda bosimni ortishi orqali artroz kelib chiqadi. Faktlarga qaraydigan bo'lsak, faktlarda yoziladi, tana vazningiz tizza bo'g'imingizga ta'sir qilyapti va sizda artroz bo'lyapti. Siz tana vazningizni kamaytirishingiz kerak deb aytiladi. Bu narsaga ko'p qo'shilmayman, sababi bizni tana vaznimiz qancha bo'lsa, miyamiz bizani mushak massamizni shunga qarab kattalashtiradi. Deylik, siz birinchi 50 kilo bo'lgansiz. Tanangiz 50 kilo bo'lgan. Endi sizni ko'tarib turuvchi oyoq mushaklaringiz, son mushaklar, boldir mushaklar 50 kilo vaznni ko'tarish uchun moslashadi. Endi siz birdaniga 100 kilo bo'lib qolmaysiz. 5 kilo vazn qo'shasiz bir oyda. Siz bir oy davomida o'sha 55 kilo vaznni ko'tarib yurasiz va miyangiz sizni mushaklaringizni 55 kilo vaznga to'g'rilaydi. Keyin siz yana 5 kilo qo'shasiz, 60 kilo. Qarabsizki, har 5 kiloda mushaklaringiz shunga moslashgan ravishda kattalashib boradi. Demak, tana vaznimiz ham bizani artrozga olib kelishi katta faktor hisoblanmas ekan. Endi to'g'ri, tana vazni ta'sir qilishi mumkin. Qaysi tarafdan deydigan bo'lsangiz, tana vaznimizga qon tomirlar orqali ta'sir qilishi mumkin suyak yemirilishimizga. Ya'ni tana vaznimiz ortgan sari tomirlarimizda bilyashka, ya'ni o'sha qon tomir devorlarida yog' to'planib boradi. Bu yog'lar bizani bo'g'imizga, suyaklarimizga kelayotgan oziqani o'tkazmay kamaytirib yuboradi. Bu holatda suyaklarimiz mo'rtlashadi va yemirilish darajasi kuchayib boradi. Tana vaznini tashiydigan bo'lsak, bu qon tomirlarimiz tozalanadi sekinlik bilan. Keyin bizani bo'g'imizga, suyaklarimizga borayotgan oziqa ko'payadi va artrozni yengishimizga yordamchi bo'ladi. Xo'p, Akramjon aka, muammo haqida gaplashdik. Bunga kinezologiyada qanaqa yechim berishimiz mumkinligi haqida gaplashdik. Keling, endi bu mana shu tizza yemirilishini qanaqa qilib kelib chiqishini haqida gaplashamiz. Yemirilish qanday kelib chiqdi? Nimaga yemirilish hozirgi zamonimizda kuchayib ketdi? Bu insonlarni qiziqtiradi. Chunki qayerga borsangiz, juda ham ko'p bemorlar tizza bo'g'imi, chanoq sonida yemirilish ko'rsangiz, hozirgi yilda eng ko'paygan payti. Endi bunga sabablar ko'p. Ilgari ham suyak yemirilishi mavjud bo'lgan, lekin bu yerda bunchalik darajada bo'lmagan. Birov bilib, birov bilmagan. Keyin yoshga doir bo'lgan. Deylik, 60 dan 70 dan keyin suyak yemirilish bezovta qilgan. Hozirga kelib bu narsa yosharib boryapti. Bunga eng katta faktor sabablardan bittasi pandemiya davrini misol qilsak bo'ladi. Chunki pandemiya davrida ko'plab ximikat dorilar, gormon vositalar olishga majbur bo'lganmiz. Bu gormon vositalar bizani suyaklarimizdagi mineral, bizani suyaklarimiz o'zi depo vazifasini bajaradi. Ya'ni bizani mineral zaxiralarimiz suyaklarimizga joylashgan. Kerak paytda inson bu suyaklardagi mineral zaxirani olib o'ziga ishlatadi. Endi Covid pandemiya paytida bizani davolash uchun bizga gormon vositalar buyurishga majbur bo'lish, chunki u yerda juda ham og'ir holatlarga uchradik. Endi bu gormonlarimiz shu suyakdagi zaxiramizni chiqazib yuborish orqali bizani davoladi, lecheniya qildi. Endi suyakdagi zaxira kamaygandan keyin mo'rtlashish paydo bo'ldi va yemirilish avj olib ketdi. Deylik, yengilgina yemirilish bo'lsa, sezilarli darajada o'sha yemirilish alomati bor odamlarda u yemirilish o'sha birinchi, ikkinchi darajaga birdaniga ko'tarilib ketdi. Yosh insonlarda ham xuddi shunaqa yemirish alomati bo'lib turgan bo'lsa, Coviddan keyin u birinchi va ikkinchi darajaga ko'tarilib ketdi. Shuni hisobiga yemirishlarimiz kuchayib ketdi. Bu bitta sabab. Endi boshqa sabablari hozirgi noto'g'ri ovqatlanish va kam harakatlik deb aytaman. Hozir zamonimizda ishlarimiz hammasi kompyuterlashib ketdi. Fizический harakatimiz kundan kun kamayib ketdi. Insonlar dangasalashib ketdi. Misol uchun, ko'p insonlar telefonda o'tiradi. Turib harakat, fizический yurish kam insonlarda. Bu o'z navbatida mushaklarimizni ishlatmaydi. Eng oziqani boradigan yo'li suyaklarimizga. Bu mushak hisoblanadi. Mushak sistemamizdan singib o'tgan oziqalarimiz suyaklarimizga boradi. Endi mushagimiz bizni ishlatmagandan keyin, biza kam harakat bo'lganimizdan keyin suyaklarimiz oziqlanishi kamayib ketadi. Bu ham suyak yemirilishiga katta faktor hisoblanadi. Uchinchisi noto'g'ri ovqatlanish. Ovqat vositalarimizda GMO produktlarning ko'pligi. Ya'ni tayyor, yarim tayyor mahsulotlar. Hozir hamma o'ch tezda o'sha ovqatlanib olsam, o'sha yarim tayyor mahsulotdan foydalansam deydi. Uni muntazam ko'p foydalanish davomida bizning organizmimizga ximический vositalar ko'p kiradi. Ya'ni ximik vositalar kirgandan keyin jigarimizga ta'sir qiladi. Jigarimiz bundan ta'sirlangandan keyin jigarimiz bilan o't qopimizni tizzamizga bevosita bog'liq. Chunki jigarimizda tizza bo'g'imizga, suyaklarimiz kerak bo'ladigan minerallar ishlab chiqariladi. O'z navbatida bularni kamayishiga olib keladi va bo'g'imlarimizning yemirilishiga sababchi bo'ladi. Mana shu 3 ta katta asosiy faktor hisoblanadi.
Xo'p, Adhamjon aka, endi tizza yemirishini kelib chiqish haqida gaplashdik. Endi buni uy sharoitida qanaqa oldini olish mumkinligi haqida gaplashsak, odamlarga juda ham manzur bo'ladi, qiziq bo'ladi. To'g'ri. Buni qanaqa qilib uy sharoitida davolash yoki uy sharoitida buni og'riqlarni yengillashtirish yo oldini olish mumkin. Bunda eng ishlaydigan uslublarni aytib o'taman. Birinchi bo'lib, agar sizda shu ma'lum bo'lsa, yengil darajasi bo'lsa, albatta siz ovqatlanish tartibini to'g'rilab, mashq qilishga o'tishingiz kerak. Bizga murojaat qilgan bemorlarning birontasiga ham ko'p kuzatamiz, mashq qilish tavsiya qilinmaydi. Kamroq yuring, yemirilib ketadi, kam harakat qiling. Bu noto'g'ri narsa. Bu yerda to'g'ri, inson yursa, yugursa, tizza bo'g'imiga zarar berishi mumkin. Chunki bu yerda yemirish jarayoni ketyapti. Buni o'rnini bosuvchi maxsus mashqlar bor. Shu mashqlardan inson foydalanishi kerak. To'g'ri, uzoq yurmasa ham, yugurmasa ham, uni o'rnini bosuvchi mashq обязательно qilib turish kerak bo'ladi. Buni endi keyingi roliklarimizda qo'yamiz inshaalloh. Tizza bo'g'imiga eng asosiy foyda beruvchi mashqlar to'plami bor. Buni keyingi rolikimizda ko'rsatib beramiz. Keyingi masala ovqatlanish tartibi. Ratsionimizda ba'zi bir mahsulotlarni olib tashlash orqali shu og'riqlarimizga yechim bersak bo'ladi. Bu mahsulotlardan eng ko'p ishlatiladigani oq un mahsulotlari. Ya'ni yeyotgan nonimiz ham shu oq undan bo'ladi. Oq un mahsulotlarini iloji boricha kamaytirib, uni to'xtatish kerak. Bu qanaqa qilib bo'g'imizdan yemirilishga olib kelishi mumkin. Bu oq un mahsulotlari yopishqoqligi ko'p uni. U hazmdan hazmga o'tib, yopishqoqligi tomirlarimizga to'lib boradi. Ya'ni suyak bo'g'imizga ketayotgan tomirlarni to'ldiradi va bo'g'im oziqlanishini kamaytiradi. Bu mahsulotlarni kamaytirish orqali organizm mayda qon tomirlarimizni asta-sekinlik bilan tozalab oladi va bo'g'imizga boradigan, tizzamiz, suyaklarimizga boradigan oziqa ko'payadi. Yemirilish o'z-o'zidan kamayadi va og'riqlarning kamayishini sezamiz. Keyingi mahsulot shakar mahsuloti. Barcha shirin shakar qo'shilgan mahsulotlar. Insonlarga shakar yemang desak, aytadi, men ertalab shirin choy ichmayman. Oddiy shakarni nazarda tutadi, lekin ovqatlanish ratsioniga qarasak, bir baklashga kola ichadi. Deylik, o'sha koladagi shakar miqdori shakarda hisoblanmaydi. Agar fakt bilan hisoblab ko'rsak, 1,5 litrli kolamizda juda ham ko'p miqdorda shakar mavjud. Buni har kuni iste'mol qilish orqali organizm qon tomirlari to'lishiga, nafaqat tizza bo'g'imi, balkim qandli diabetga olib kelishi mumkin bu narsa. Shakar mahsulotlarini ratsiondan chiqarish orqali bo'g'imizga yengillik bo'ladi. Ya'ni og'riqlar pasayadi o'z-o'zidan, yemirish darajalari kamayib, sekin to'xtashiga erishamiz. Keyingi mahsulotimiz hayvon yog'lari desak to'g'ri bo'ladi. Endi bu hayvon yog'lari deganda mol go'shtini nazarda tutamiz. Sababi mol go'shtini hazmi oshqozonimizda unchalik yaxshi bo'lmagani uchun bu ham bo'g'imlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mol go'shtida sovuqlik balandligi uchun bu bo'g'imimizdan ichida yallig'lanishlarni kuchaytirib yuboradi. Mol go'shtini qo'y go'shtiga o'zgartirish kerak. Dumba yog'i juda ham foydali. Dumba yog'i ishlatsak bo'ladi. Qolgan hayvon yog'lari emas, faqat dumba yog'i yaxshi foyda beradi. Sizda ham xuddi shunday birinchi, ikkinchi, uchinchi darajadagi suyak yemirilishlari bo'lsa, tizzangizda muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz bunga operatsiya va ukol dorilarsiz sog'ayishingizga yordam beramiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyalarda sizni qiynayotgan savollar bo'lsa, yozib keting.